Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Yaponiya bosh ministri Kishida o'tirsida 1-oyning 21 kuni o'tkazilgan sinliq uchrashishda Xitoyga qarshi o'rtaq pozitsiya bildirish qarori chiqarganligini tanqid qilib, taraflarni sovuq munosabatlar urushi ro'yxatida qoldi deb aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bayonotida rahbarlarning yig'inida Tayvan, Sharqiy Turkiston va Hong Kong masalalarini kun tartibga elib chiqib, Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini, xalqaro qonun va munosabatni boshqaradigan asosiy qoidalarga xiloflik qilganligini aytdi. Sydney etganlik kesining xabariga qaraganda, Avstraliya Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida Avstraliya fuqarolariga Ukrainaga sayohatga bormaslik to'g'risida ogohlantirish berilgan. Ukrainadagi fuqarolarning davlatdan ayrilishini talab qilgan bayonotda, Ukrainaning navbatdagi vaziyati sababidan konsulxona mulozimati va yordamlarining cheklik bo'lishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Yana bir tarafdan Amerikadan keyin Angliyaning Kiyevdagi bosh elchixona xodimlari va ularning oila taobatlarini Ukrainadan ayrilishga buyurgan e'lon qilindi. Xitoyning 39 urush aeroplani Tayvanning g'arbiy-janubiy havo mudofaa sohasi rayoniga kirgandan keyin Amerika bilan Yaponiya Osiyo Tinch okean rayonida birlashma manevr o'tkazdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi oldingi kuni Xitoyning 39 urush aeroplanining Tayvanning g'arbiy-janub havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirganligini e'lon qildi. Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlarning diplomatiya ministrlari Belgiyaning poytaxti Bryusselda ko'rishib, Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi, uningga bo'lgan inkosi va suhbatdagi eng yangi vaziyatni muzokara qildi. Yana bir tarafdan Rossiya davlat mudofaa ministrligi 20 harbiy paraxodning Baltiq dengiziga harbiy manevr uchun kirganligini e'lon qildi. Qishloq olimpik tanarkat musobaqasi boshlanishga oz qolgan bir paytda Xitoy poytaxti Beyjingda 72 nafar Omikron varianti bilan yuqumlanuvchi bayqalgan. Yegilishicha, olimpik musobaqasiga qatnashadigan tanarkatchilar, amaldorlar va fidoilarning faoliyat rayonida 72 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Yana bir tarafdan Dunyo sahiyat tashkilotining bosh kotibi Adixonum Omikron variantini Xitoy virusining oxirgi varianti deb qarashning xatarli ekanligini aytdi. Avstraliya bosh ministri Morrisonning 76 ming aygashkusi bor unidor hisoboti mushu oyning 5-da o'g'irlangan bo'lib, hisob ismi Avstraliyalik Xitoylarning yangi hayoti deb o'zgartirilgan va uning bosh surati o'chirilgan. Parlament axborot va bexatarlik komitetining raisi James Patterson mundaq dedi. Unidor shirkati Avstraliya hukumatining bosh ministri Morrisonning hisobotini qaytarish talabiga javob qaytarmadi. Xabar qilinishicha, Germaniyaning Heidelberg universitetida yuz bergan qurolli hujumda nurg'un odam yaralangan. Saqchi tarafning bildirishicha, hujum qiluvchining hayotidan ayrilgan bo'lib, voqea to'g'risidagi tafsilotlar oshkorlanmadi. Yana bir tarafdan Germaniyaning Saksoni Anhalt o'lkasining Xalli shahrida masjid joylashgan Islom madaniyat markazi jamiyati qurolli hujumga uchragan.